Xorma o'rtoq, yaxshimisan? Charchamayapsan? Rahmat. Rahmat. Ota-ona, uydagilar hamma sog' salomatmi? Rahmat do'stim. Nima bo'ldi? Nimaga xomushsan? So'rama. Tomog'dan ovqat ham o'tmayapti. Hech nima yoqmayapti. Nima bo'ldi o'zi o'rtoq? Gapirsang-chi. O'rtog'im, ota-onamni xafa qilib qo'ydim. Ota-ona nimaga xafa qilasan? Xafa qilib bo'ladimi ularni? Ular ulug'-ku. To'g'ri gaping. Kecha yaqinda adam telefon qilib, o'g'lim meni mehmondorchilikka olib borib kel dedilar. Men xotinning gapiga kirib olib bormadim. Ana, aka-ukalaringiz bor, singlingiz, falonchi pistonchi bor, o'shalar olib borsin dedi. Uni onamlar ham eshitib turgan ekanlar. Shunga mendan xafa bo'ldim. Necha kundan beri telefon qilaman, telefonlarni ko'tarishmaydi ham. Tushunarli. Yomon ish qilibsan lekin. Endi nima qilay, o'rtoq? Bu yoqda xotin, bu yoqda ota-ona. Menga ham qiyin. To'g'ri xato qildim. Bilaman. Aybimni tan olaman. Yaxshi ish emas bu. Mana o'zing ko'rganingdek kayfiyatim yo'q. Bitta narsa aytaman. Labbay. Ota-onani duosini olmagan farzand hech qachon ko'karmaydi. Yo'lini topib, borib, huzuringni so'rab, qo'llaridan o'pib, quchoqlab qo'y. Xohlasang yur birga boramiz. Qanday bo'larki? Zo'r bo'ladi. Rahmat o'rtoq. Boringga shukr. Ketdik.